2026-yilda uyni remont qilish uchun yog'och mahsulotlari necha pulga tushadi? Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugun Toshkent Ibn Sino Taxta bozordamiz. Bilasizlar, bu yerda Rossiyadan birinchi qo'lda keladi, optim joyda. Sizlarga Alloh qodir qilgancha bularning narxlari, razmerlari, qayerlarga ishlatish mumkin va qayerlarga ishlatish mumkin emas, hammasini video davomida aytib o'tamiz. Bu videoni 2026-yilda shunaqa qurilish qilmoqchi bo'lgan do'stlaringizga yoki narxlarini qiziqib yurgan do'stlaringizga jo'natib qo'yishni unutmang. Hurmatli obunachilar, optim taxtalar bo'yicha shug'ullanadigan sotuvchi akamiz Ma'ruf Xo'ja akadan ma'lumotlar o'tamiz. Aka, salomatmisiz? Assalomu alaykum. Assalom. Aka, sizda necha xil turdagi taxtalar bor aka? Asosan 100 xil turdagi taxtalarimiz bor. Qo'yingki, uyga nimaiki yog'och kerak bo'lsa, hammasini topib Hammasini beramiz. Qaysidan boshlaymiz endi oldin? Demovkalarimiz bor. Aha. 15 ga 25. Razmerlar bilan bir aytib ko'taramiz. 15 ga 25 4 metrli. Aha. 64 ming so'mdan chiqadi donasi. 64 mingdan donasi. Tushunarli. Bunisi 90 ga 2 taxtalarimiz, 9 ga 2, 4 metrli bular. Bu asosan polga ishlatiladi, shunaqa. Polga ishlatiladi. Quruq taxtalarimiz. Aha. 30 ming so'mdan qilib beramiz. 30 ming. Endi e'tibor bermaysizlar, yaqinda yomg'ir yoqqan, o'shancha yopib qo'yilgan. Endi bu variantlarchi? 9 ga 2 razmerlarimiz, 7 ga 2 razmerlarimiz. Aha. 23 ming so'mdan qilib beramiz. Bo'yi qancha bo'ladi shunda? 4 metrli. 4 metrlik. Bular nima deyiladi? 140 ga 42 razmeri o'zi. Aha. 6 metrli. Tushunarli. Bularning donasi 130 ming so'mdan aylanadi. 130 mingdan. Faqat bizning obunachilarga kelishtirib beravering, Ma'ruf Xo'ja aka. Kelishtirib beramiz. Bo'ldi. Bu variantlar aka? Razmer necha? Bu 172 44 metrli razmeri o'zi. Aha. 110 ming so'mdan aylanadi donasi. Optim narxda. 140 ga 4 40 li razmeri o'zi bor. Shuni yonida pastda. Aha. Uni 90 ming so'mdan qilib beramiz. Qo'y. 4 li razmerlar. Zo'r. Razmerlarni ham ko'rsatib ketishingiz mumkin. Tushunarli. Hozir old tarafdan bitta ko'rsatamiz aka. Ibn Sino bozoridamiz aka. Xudo xolasa, kelishsa bemalol xohlagan topib berasiz. Ko'rasizlar, bu yoqda cheklanmagan miqdorda akalarimiz tushib tashlagan. Aka, bularni Rossiyadan o'zlab kelasiz-a? O'zidan keladi. Tushunarli. 150 ga 42 razmerlar o'zi. Razmerlarni ham ko'rsatib bilan bo'lsin deydi, faqat gap topib qolmasin. 4 metrliklarni Hozir shunda necha bo'lyapti? ko'kargani bo'lmaydi. 48 gacha ko'rsatadi. Aha. 44, 45 shunaqa razmerlar chiqadi. Aha. Razmerlari hammasi plyusovый razmerlar. Mana 15. 15. 15 ga 44, 48 ana shu atrofda bo'lar ekanda, shunaqami? Mana. Buni donasi 113 ming so'mdan chiqadi. 113 mingdan. Endi mana katta razmerda bu. Lisyak deyiladi bu. 45 gacha ko'rsatadi. 42 li razmer. Uni donasi 144 ming so'mdan qilib beramiz. Bularni qayerlarga olishadi asosan aka? Aslida viloyatlar oladi. Yo, unaqaga. Hamma. Qurilishga, shifrin tagigami yo Bu boshqa? listnisi yog'och o'zi, qattiq yog'och. Ha. O'zini anaqasi bilan lagilaga, Aha. to'siliga. Bu qalinroq variantlari qayerga bu- olinadi ular? Bu 12 ga 48, 5 li razmer o'zi. Mana ko'rsanglar ham bo'ladi. 12. Qalinligi. Qalinligini ham o'lchaylik. 5 gacha ko'rsatadi. 5. 4.8 razmerga beramiz. Bularning Buni donasi bo'yi necha bo'ladi? 6 metrli. Hammasi standart bo'ladi. 139 ming so'mdan qilib beramiz. 139 ming. Bu demovkalar Demovkalar. 2-3 razmerda. Aha. Ko'rsanglar ham bo'ladi mana. 24-25 chiqadi. 24-25 shu atrofda chiqar ekanda, qalin yoqalari ham bo'ladi. Uni 67 ming so'mdan qilib beramiz. 12 lilar. Aha. Endi aka, sizda rekalar ham bor, shunaqa? Reykalar ham qilib beramiz. Reykalar sexlar o'zida bor. Aha. Hozir bu yerda reykalar o'zi yo'q. Sexda qilib beramiz. Tushunarli. Telefon qilishsa, Akalarimiz ma'lumot telefon beramiz. qilsa Nima bo'ladi. o'zi? Bu bruslar o'zi. Aha. 95 96 ga 96 chiqadi. Aha. 96. Zo'r. 215 ming so'mdan qilib beramiz. Bir donasi 215 mingdan. Aka, bularni ko'proq olaman desa, o'sha narxdan tushib berasizmi uncha? Qilib beramiz. Kelishtirib berasiz, xudo xolasa. 14 ga 35 taxtalar o'zi. Aha. Buni donasi 120 ming so'mdan qilib beramiz. 120 mingdan. 14 ga to'g'ri deyshadi. Qo'yil. Sizdan aka viloyatlardan olib sotishmoqchi bo'lsa qanaqa yechim bor? Viloyatlardan ko'proq olaman desam, misol uchun olib sotmoqchiman desa. gaplashamiz. Yechim bormi? Murojaat qilishsa, Xudo xolasa. qilib beramiz. Hozirgi aytilgan narxlardan o'tib berasiz, shunaqa? O'tib beraman. Zo'r. Aka, dastlabki xizmatlar qanaqa bo'ladi? Dastlabki xizmatlari bor.
Endi shahar bo'ylab, viloyatlar bo'ylab yetkazib berasiz, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Zo'r. Akalarimiz telefon raqamlari pastda bo'ladi. Bemalol xohlasizlar brus deysizlarmi, strapilar, reka, yog'ochlarni ham bemalol topishlaringiz mumkin.